limondan 50 barobar kuchliroq, ko'k choydan 50 barobar samaraliroq. U rakka qarshi yaxshi himoya, qon tomirlarini tozalaydi, tromblarni eritadi. Bu mevani 1000 yillar oldin ham bilishgan, lekin hozirgacha uni qudrati to'liq baholanmagan. U erkaklarning kuchini oshiradi, qarishni sekinlashtiradi, parazitlarni o'ldiradi. Ezvorning tezroq ayt nimaligini deyasizlarmi? Bu hammalaring bilgan anor hisoblanadi. Hozirgi kungacha olimlar shu narsani isbotladiki, anor shirasi qon tomirlarini tozalashni tezlashtiradi. Yallig'lanishni kamaytirishda ko'plab dori vositalaridan ancha samaraliroq hisoblanadi. Anorning donlari rak hujayralarini yo'q qilishda eng kuchli manbalardan hisoblanadi. Anorni bu xususiyatlariga ega bo'lish uchun qanday iste'mol qilish kerak? Anorni ikkiga bo'ling, donlarini ajratib issiq suvga soling, 10 daqiqaga qoldiring usulda. 10 daqiqadan keyin donlarini go'shti bilan yeng. Shu usulda iste'mol qilsalaring, eng ko'p foydali moddalar tanangiz tomonidan singdiriladi. Xullas, bu mevamiz yurakni infarktdan himoya qiladi, xotirani yaxshilaydi, qandli diabet xavfini kamaytiradi. Agar sizga bu ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, bosib qo'yasizlar, kerakli odamlarga tarqatib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.